o'rtasidan chizib chiqaman. Endi bu ikkita chizuvni bir bilan birlashtiraman, may harfiga o'xshab. Endi 1, 2, 3, 4 ta chekkani bo'ying uchun. Har doim bo'yayotganda qaranglar. Qalamni bu yog'iga kuzuvroq qilib olib boraman-da, chekkaga kelganda nima shunday qilib yuboraman. Sizlar shunaqa qilib bitta bo'yab ko'ringlar va oson ekanman, qiynalib yurgan ekanman deb aytasizlar. Balkim shunaqa bo'yaydiganlar bordir. Bilmaganlar uchun aytmoqchiman. Oson. Chekkan nimaga buni aytmoqman? Qavatni ko'pchilikni ishini ko'rganda, o'zimiz ham bir şeyler bo'yashni